Assalomu alaykum akalar, ukalar. Quyosh paneli ustanovka qiladigan akalar qattasizlar. Mana sizlarga mos va konkretniy holatdagi sizlar uchun ajoyib variantdagi tentlarni ustanovka qilib tayyor holatda qo'yib qo'ydik. Akamiz ham quyosh paneli ustanovka qilar ekanlar. O'zingizlar ko'rib guvohi bo'linglar. Hozir bir chekkadan tushuntirib o'taman. E'tibor qilib turganinglardek, mana bu yangi yo'l tenti brendiga tegishli bo'lgan nerjavek yashiklarimiz. E'tibor qilinglar, mana mashinani yuvganmiz. Shundoq shudringlari ko'rinib turibdi. Mana e'tibor qilinglar, yashigimizning hech qaytiga suv kirmagan. Demoqchimanki, yashigimiz polni germetichniy. Nimadir yuk hisob qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana o'zini qulp kaltlari bor. Ikkita yon tomoniga qilib berganmiz. Orqa tomonlari guvohi bo'lib turganinglardek darvozalar qilib berilgan. Eng e'tibor qiladigan jihatini sizlarga ko'rsatib o'taman. Ko'pchilik joyda men shtaligini ko'rmadim. Mana bizda mashinani balandligi, ya'ni gabarit katta bo'lganligi uchun bitta, ikkita, uchta petlardan rossiyskiy furnituralardan qo'yib berilgan. Hozir bunga ham alohida to'xtalib o'tamiz. Xo'p, tentga keladigan bo'lsak, tentlarimiz har doimgidek koreyskiy tentlardan qilib berilgan. Natashkasiga o'zingizlar bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Juda ham bir akkuratniy tarang qilib berilgan. Mana bu yon tomondagi yashiklari, buni ham sizlarga ochib ko'rsataman. Ichlari guvohi bo'lib turganlaridek qup-quruq. Mashina uchun kerak bo'ladigan kulchlar, damkratlar, yana shunga o'xshagan narsalarni solib qo'ysanglar, suv tiymasdan bexavotir turadi. Hozir mana furniturasiga bitta alohida to'xtalib o'tamiz. Furniturasi rossiyskiy. Akalar, shuni e'tibor qilinglar. Mana rangi ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman. Sal xiraroq bo'ladi, ya'ni xrom sifat bo'ladi. Rossiyskiysi. Ha, Xitoyi nikel bo'ladi. Ochilish yopilishlari ham mana buni boshqacha ishlaydi. Ochganinglarda mana sizlarni ajoyib bitta xona kutib oladi. Bu akamiz quyosh paneli ustanovka qilar ekanlar. Boshida aytib o'tganimdek, oldi tomonda mana ko'rib turganinglardek 4 ta halqa qo'yib ketganmiz va mana birinchisi 210 ga, 230 ga, 250 ga maxsus joylarini qoldirib ketganmiz. Bu pastda ham bor va mana bu yon tomonda ham bor. Mana tepadagi ugonliklarimiz sevimli yechiladi. Quyosh panelini karkazlari rajbrat qilingan holatda shu yerga ortiladi. Shu oldi tomondagi fortishkasi ochiladi. Shuni urvini bilan tekis bo'ladi. Shu yerdan chiqarib ketiladi. Bamferlarga e'tibor qilib qo'yasizlar. Bamferlarimiz juda ham bir boshqacha. Ba'zi holatdagi ba'zi bir ko'chalarda ko'rib qolamiz, jimjimador qilib berilmagan. Bu mana oddiy, sodda, jaydari, lekin ovozni eshitayotgan bo'lsanglar, nima deyotganini o'zingizlar bilasizlar. Bu yoqlari mana shveller bo'ladi. Buni nikel qilib berish ham qo'limizdan keladi. Boshqa narsa ham har xil variantlar. Lekin orqalardagi odamni sal qiynab qo'yasizlar kechki payt atrijat qilgan holatda. Obshubkasiga keladigan bo'lsak, obshubkasi oldi 2 yoni 6 mm pressovniy faner, birinchi sort rossiyskiy, patologiya va eshigining ichkari qismi 4 mm bo'ladi. Bu yog'i mana guvoh bo'lib turganinglardek finiskiy fanera bilan shu yerda berganmiz. Yopilishlari o'zini qulp maxsus kaltlari bor. Yon tomonda mana yopilishlari bosasizlar, ilib oladi. Akalar, ukalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, sohalar qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, xudo xolasa bizga murojaat qilinglar. Sizlar bilan birgalikda maslahat qilgan holatda bitta variantga to'xtamga kelib, xudo xolasa chiroyli xizmat qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahri joylashgan. Pastda nomer qoldiramiz. Ustaxona qidirib yurgan akalar bo'lsa, bemalol shu videoni jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Obzorimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, podдержка qilishinglarni so'raymiz. Buni narxini kommentariyada yozib qoldiramiz. Bugun 26-iyun kuniga ko'ra xuddi shu holatda mayli aytib o'tamiz. 13,5 million so'mga shu holatda to'xtadi. Kimga qiziq bo'lsa, biz aloqadamiz.